Hemen hiç joyi. Benzin nima? Bag'i ham bor-da, o'lguncha benzinga o'ladi, propana qo'ymayman bitta. Ammo bag'i ham benzinga chida. Bering 5 million qaramayman mashinangizga aka. Eshiting, ismingiz nimada? Nurul aka. To'g'ri, endi 5 millionga mashina beramiz deyish. Hamma shunday fikrlaydi, lekin beriladi aka. Men mashinangiz ustiga hech nima qo'ymayman, kim olsa ham sizga 5 million beraveraman-ki. Shunda 5 millionga beraveraman kimga deb. Hech nima qo'ymay beraveraman aka. Bo'lsa ham benzin ekanda. Shunda sizga 5 million berib, 5 millionga sotaman. Menga naqamir napadir, prosta kimdir shu foydalansin aka. Mashina furishga bermayman, o'ylamang. Dehqonga beraman haqiqatdan. Siz yo'q. Aka, meni harakatim kimdir foydalanmasin. Bilaman, egasiga borsin, duo deydi, shu joyga borsin deydi, o'shanday gapda aka. Bo'ladi, siz 5 millionga olaman, 5 millionga berib yuboraman, kim so'rasa. Mayli aka, oling, joni sog' bo'lsa. Taravon ko'rgan ekanlar, olaman. Aka, hech bildingiz? Ya, o pullar olmaydi. Bu aniq hamma. 100% biladi aka. Nechi pul bunaqa? Nechi pul bo'lsa berishmingiz? 5 million so'rayapman, nima uchun so'rayman aka buni? Yangi yil oldin kommentariy berib. Nima? Ko'raman. Ko'rasizmi? Buni ham tushunmadim. Nima deysiz aka? Kunimiz 6 million hech bo'lmasa. To'g'risini 6 million kunimiz. Bir ish qilamiz-da hozir. Nechi pul kunimiz? Aytingda. Aytavering, mana shuncha deng. O'z olmasa yerga aytadi. Bitta yuring, mart yuring. Qarang. 6 millionga bering, men shuni kimga bo'lsa bir sal qiynalgan odam bo'lsa 5 millionga bera olaman. Mujikka mujik. Sizdan 6 millionga olaman-da, lekin men 5 millionga bera olaman shu. Tushunasizmi shu narsaga? Bering. 2 soatdan qo'yib ber aka. Faqat sal qiynalgan odamni bilsam bo'ldi aka. O'shanga shu 5 millionga bera olaman, lekin sizdan 6 millionga olib qolaman. Rozi bo'lasizmi shunga aka? Sog', sog'. Ya maslahat emas. Bitta guling. Aka. Ishoning. Ana qilatmang. Men sizga hozir 6 million beraman, lekin mashinani 5 millionga beraman. To'g'risi-da aka. Bog'i barakas aka. Mana. Siz qiynalmaganga aka. Hozir gapni ma'nosini eshityapsiz. Qarang, birdan sotmay aka. Instagramga ol. Mana shuni aka sizga 6 milliondan oldim. Sizniki halol, sizga pulini beraman. Mana shu mashinada 5 million dedim-ki, 5 million emas aka. Bitta haqiqatan qiynalgan bir sog'lig'ini yo'qotgan odam bo'lsa, nogiron shunday bepul berib yuboraman. Mana shu mashina. Bir so'm puli kerak.